Inson umrindagi tirikchilik neden boshlanadi deb o'ylaysiz? Birinchi algan demdan be yoki quyosh nurlaridan ba? Yo'q, tirikchilik bir tomchi suvdan boshlanadi. Har bir tomchi tirikchilik degani yerga jon beradigan, odamga kuch beradigan, kelishakda biz bilan bog'lanib turadigan ajoyibot bu suv hisoblanadi. Agar suv bo'lmasa, tirikchilik de bo'lmaydi. Agar suv bo'lmasa, tabiat ringsiz bo'ladi. Yer dem olmaydi. Umr o'sha yerda to'xtaydi. Bugun dunyoda millionlagan insonlar bir tomchi suvga muhtoj. Ular har kuni ichimlik suvini izlab yo'lga chiqadi. Balalar qo'llarida idislar bilan navbat kutadi. Ayrimlari bo'lsa, suvni unumli ishuvga majbur. Al biz bo'lsa kranlarda ochiq qoldiramiz. Bir tomchi suvni ahamiyatsiz deb hisoblaymiz. Suvni asrov bu kelishakda asrov degani. Bugun sizning kichigina harakatingiz ertangi avlod kelishagini belgilaydi. Suv tirikchilik dedigi. Agar uni biz bugun unumlamasak, kelajak avlod bizni hech qachon kechirmaydi.